Avanesiyan. Rasul Yo'ldoshev to'pni chap qanotga yetkazmoqda. Jarima maydonida ham Dinamoning 3 o'yinchisi bor. Hujum davom etadi. Pas, zarba va gol! Firdavs Abdurahmonov o'yinda hisobni tenglashtirayapti. 1-1. Dinamo iroda ko'rsatdi. Hujumga bordi va o'z golini urdi. Darhol Vadim Abramov himoya vakillariga kerakli ko'rsatmalarni beryapti. Golni bizga takroran namoyish etib berishmoqda. Barchasi chap qanotdan rivojlandi. Keyin esa jarima maydoni ichiga pas. Firdavs Abdurahmonovni hech kim qo'riqlamadi. Bu holatda Paxtakor markaziy himoyasida muammo kuzatildi. Tayanchdagilar ham ortga tushib